هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure El-A'raf tefsiri 199. ayetten başlayıp okuyayımız inşallah. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tüvendi diktanlığa İbn Kesir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri, Uygurca tercümesi El-A'raf suresinin 199. ayetinden başlayıp okuyayımız inşallah. Ba'de euzu billahi mineşşeytanirracim. Apuni dost tutqin, yaxşılıqqa, yani yaxşı söz qilishqa, yaxşı iş qilishqa buyurg'in. Nadanlar bilan tang bo'lmag'in. Yani nadanlarning qilg'inini qilmay, ularga muloyim bo'lg'in. Eğer şeytan sana vesves kılsa, şeytanın vesvesinden Allah sığınıp panah tiligin. Allah hakikaten sözünü anlap turgucudur, işini bilip turgucudur. Keçirib yetişki buyurulganlık doğrusu da. Apuni dost tutqin. Bu ayetning ma'nosi doğrusu da Abdurrahman ibn Zeyd ibn Aslem mundaq deydi. Allah Teala Peygamber aleyhisselamni müşriklarni keçirib yetishga 10 yıl buyurdu. 10 yıldan keyin müşriklarga qattiq qo'l bo'lishga buyurdu. Bazı ulamalar Mujahidning bu ayetning ma'nosi sen kishilarni tekshirib yurmasdan kishilarning axloqiy va ishlarining yaxshi taraflarini e'tiborga olgin deganligini rivoyat qildi. Bu vaqtda İmam Buxoriy Abdullah ibn Zubayr radiyallahu anhu'nun mundaq deganligini rivoyat qildi. Allah Teala Peygamber aleyhisselamni kishilarning axloqlarining yaxshi taraflarini e'tiborga olishga buyurib bu oyatni nozil qildi. İbn Jarir ve İbn Abu Hatem Umayyaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Allah Teala'nın Apuni dost tutqin, yaxşılıqqa, yani yaxşı söz qilishqa, yaxşı iş qilishqa buyurg'in, nadanlar bilan tang bo'lmag'in, yani nadanlarning qilg'inini qilmay, ularga muloyim bo'lg'in degan oyat tushganda Payg'ambar alayhisalom: "Ey Jibril, bu nima?" dedi. Jibril alayhisalom: "Allah Taala seni sana zo'rlik qilgan kishini kechirishga, sana bir narsa bermagan kishilarga berishga, sendan sil rahmini üzgen kişiye sil rahmi qilishga buyurdi" dedi. İmam Buxoriy İbn Abbas radiyallahu anhumanın mundaq deganligini rivoyat qiladi. U yana Hasan ibn Hudayfa yaqi yurtdan kelib qarindishining o'g'li Hurra ibn Qaysning uyiga tushdi. Hurra ibn Qays Umar radiyallahu anhuning yaqinlaridan edi. Qarilar meyli qeri yoki yosh bo'lsin, Ömer radiyallahu anhu'nun hem söhbetdaşları ve maslahatçileri idi. Uyeyne qarindishining o'g'liga: "Ey qarindishimning o'g'li, bu boshliqning oldida sening yuzing bor. Shunga uning bilan ko'rishishimga ruxsat ilib bergan bo'lsang" dedi. U ma'qul bo'lib, Uyeyniga ruxsat ilib berdi. U Ömer'nin qishig'iga kirib: "Ey Xattobning o'g'li Ömer, Allah'ның namı bilan qasamki, sen bizga mol mulk bermaysan, bizning ustimizdan adillik bilan hukm qilmaysan" dedi. Shuning bilan Ömer'ning qattiq achchig'i kelib, uningga etilmoqchi bo'lib edi. Hurra uningga: "Ey mu'minlarning boshlig'i, Allah Teala Peygamberiga apuni dost tutqin, yaxşılıqqa, yani yaxşı söz qilishqa, yaxşı iş qilishqa buyurg'in, nadanlar bilan tang bo'lmag'in, yani nadanlarning qilganini qilmay, ularga muloyim bo'lg'in degan edi.
Bu kişi bolsa nadanlardandır dedi. Allah Taala'nın namı bilen qasamki Hurra bu ayetini okup beriyotganda Ömer bu ayetning buyruğidan qilchimi chiqib ketmedi. Ömer Allah Taala'nın kitabida buyurgan ishlarga bek amal qiladi. Bazı hikmet egilleri bu ayetning mazmunini she'rga aylantirgan edi. Bazı alimlar mundaq deydi. Kishilar ikki turlik bo'ladi. Bir turliki yaxshi kishilardir. Sen faqat ularning yaxshi taraflarini e'tiborga olgin. U kishini qilishga imkoniyati yo'q bo'lgan va uningga tas kelib, uni qiynab qo'yadigan ishlarga hargiz buyurmagin. Ikkinchi turli kishilar yomon kishilardir. Sen uni yaxshilikka buyurgin. Agar u so'zingni anglamay, eskilikida haddidan oshsa, sana bo'ysunmasa, o'zining nodonligida davomlashaversa, sen uningdan yuz o'rib, uning bilan tang bo'lmagin. Bundaq qilishing buni eskiligidan qaytarishi mumkin. Allah Taala bu vaqtda mundaq deydi. Ularning qilgan yomonligiga afu qilish bilan yaxshilik qilgin. Ularning seni sifatlashlarini, ya'ni ularning sana qilgan masxirlarini biz obdan bilamiz. Aytqinki, Rabbim sana sığınıp şeytanlarının vesveselerinden panah dileymen. Rabbim sana sığınıp şeytanlarının bana hemrah buluşudan panah dileymen. Yaxşı iş bilen yaman iş beraber bulmaydı. Yaxşı xislet arqılıq yaman xisletke taqabıl turğun. Şunda qılsan, sen bilen özünün arasında adavet bar adam goya sırdaş dostundek bulup qalıdı. Bu xisletke faqat savurchan adamlarla erişeleydi. Bu xisletki faqat büyük nesibi egisiler erişeleydi. Bu vaqtda mana bu 3 ayetden başka ayet yok. Allah Taala bu 3 ayette insanlardan bo'lgan yaman kishilarga yaxshilik bilan muomala qilishni tavsiya qiladi. Chunki shu yaxshi muomala Allah Taala xolisa u yaman kishining yomonligida texmi haddidan eshib ketishidan to'sidi. Shunga Allah Taala mundaq dedi. Shunda qilsang sen bilen özünün arasında adavet bar adam goya sırdaş dostun bo'lib qoladi. Ondan Allah Taala jinlardan bo'lgan shaytonlardan panoh tilashga tavsiya qilib mundaq deydi. Agar shayton seni vasvas qilib, yuqorqi xislatni o'zlashtirmaslikka kuch kiritsa, Allah sig'inib shaytonning sharridan panoh tiligin. Allah hakikaten bendilerinin sözlerini anlap durğucudur, işlerini bilip durğucudur. Allah Teala yine tavsiye kılıp bu yerde mundaq dedi. Eğer şeytan sana vesves kılsa, şeytanın vesvesinden Allah sığınıp panoh tiligin. Allah hakikaten sözünü anlap durğucudur, işini bilip durğucudur. Çünkü senin şeytanga yaxşılık kılışın onu yamanlıqdan tosap kalmaydı. O faqatla senin bütünley halak bo'lishingni va yo'qolib ketishingni ko'zlaydi. Chunki u azaldan senin va sening ajdoding bo'lgan Odam alayhissalomning oshkor dushmanidir. Bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Jarir mundaq deydi. Agar sana şeytan tarafidan sen nadonlardan yuz o'rib ketishingdan to'sib, u nadonning adabini berib qo'yishga kuch kiritadigan bir g'azab kelsa, sen bu gazaptan qutuluş için Allah Teala'dan panoh tiligin. Allah hakikaten sözünü anlap turğucudur, işini bilip turğucudur. Yani Allah Teala nadanның san qılgan sözlerini, senin şeytandan panoh tiligənlikini ve barlıq məxluqatlarının sözlerini anlap turğucudur. O sözlərinin heç biri onunğa məxfi emasdır. Niminin şeytanның vesvesini ve başqa nəslərini senden ketküzü yetadiganligini bildi. Allah Teala'dan panoh tilash haqida kelgan hadislarni tafsirining 5'ida so'zlab o'tdik. Bu yerda qayta to'xtalmaymiz. Taqvodor kishilar shaytonning vasvasasiga uchrasa, Allohni aslaydi-da, haqiqatni ko'rib bilib, shaytonning vasvasasidan xalos topadi. Shaytonlar kuffar birodarlarini bo'lishchi ozdirdi. Ular ozdirishdan bo'shib qolmaydi.
taqvodorlarning shaytonning vasvasalariga qarata tutadigan yo'li to'g'risida. Alloh taolo buyurgan ishlarni qilib, to'sqan ishlardan yenib, o'ziga bo'ysungan taqvodor kishilarning holidan xabar berib, mundaq deydi. Taqvodor kishilar shaytonning vasvasasiga uchrasa, bu oyatdagi vasvasa degan so'zni ifodalab berilgan ma'no to'g'risida ulamolar ixtiloflashib qoldi. Ba'zilar uni g'azabdir desa, ba'zilar biror gunoh ish qilishga niyat qilish deydi. Yana ba'zilar gunoh ishni qilib solganlik deydi. Allohni aslaydi da haqiqatni ko'rib olib, shaytonning vasvasasidan xalos topadi. Ya'ni u Alloh taolaning azobi va savobining ko'pligini, va'dasini va qo'rqitishini aslaydi. Shuning bilan qilmoqchi bo'lgan ishiga tavba qilib, Alloh taolo tarafga qaytib, Alloh taoladan panoh tilab, burun qilayotgan yomon ishlardan yenib to'g'ri yo'lni topadi. Shaytonning qarindoshlarining cho'nqur izib ketadiganlik to'g'risida. Shaytonlar kuffar birodarlarini bo'lishcha ozdirdi. İnsanlar ichidami shaytonning qarindoshlarining bo'ladiganligini Alloh taolaning tuvendik oyatidami ko'rib olamiz. İsrof qilg'uvchilar haqiqatan shaytonlarning qarindoshlaridir. La havla va la quvvata illa billah. Shaytonning qarindoshlari bo'lsa, shaytonning ergashuvchilari, uningga quloq solg'uvchilar va uning buyruqlarini qabul qilg'uvchilardir. Shayton ularning gunoh ishlarini qilishiga yordam berdi. U ishlarni ularga osonlashtirib berdi va chiroyli ko'rsatdi. Abdullah ibn Kasir Alloh taolaning shaytonlar kuffar birodarlarini bo'lishcha ozdirdi degan oyatning ma'nosi haqida shaytonlar qarindoshlarini nodonlik va ahmoqliklarida texmi cho'nqirlashtirdi dedi. Ularni ozdirishdan bo'shib qolmaydi. Ya'ni shaytonlar insonlarning izishida ularga yordamchi bo'ladi. O'zlarining shu qilmishlarida bo'shib qolmaydi. Ali ibn Abu Talha ibn Abbas radhiyallohu anhumaning bu oyatning ma'nosi haqida insonlarmu yomon ish qilishdan bo'shib qolmaydi. Shaytonlarmu ularni ozdirishdan yaltiyib qolmaydi deganligini rivoyat qiladi. Shaytonning yaltiyib qolmaydiganligi haqida Alloh taolo mundaq deydi. Bizning shaytonlarni kofirlarga avatganligimizni, ya'ni musallat qilganligimizni bilmamsan? Shaytonlar ularni gunohlarga qiziqtirdi. Bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Abbas va boshqalar mundaq deydi. Shayton ularni gunohlarga butunlay qo'zg'ab ilib mangadi. Ular talab qilgan mo'jizalardan biror mo'jizalar keltirmasang, mo'jizani keltirmasang, uni nemishqa o'zing ijod qilmading deyishdi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ular aytganki, ish mening ilkimda emas. Men faqat Rabbim tarafidan menga vahiy qilinganga amal qilaman. O'zligimdan mo'jiza yarata olmayman. Bu Qur'onda sizlarga Rabbinglar tarafidan keltirilgan dalillardir. Qur'on boshqa mo'jizalarga ehtiyoj qoldirmaydi. Iymon etgan qavm uchun hidoyatdir va rahmatdir. Mushriklarning mo'jiza talab qilganlik to'g'risida. Ular talab qilgan mo'jizalardan biror mo'jizani keltirmasang, uni nemishqa o'zing ijod qilmading deyishdi. Bu oyatning ma'nosi haqida Ali ibn Abu Talha ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Ya'ni sen nemishqa uningga erishmading deydi. Ibn Abbasning yana bir rivoyatida mundaq kelgan. Nemishqa sen ijod qilib barliq keltirmading? Bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Jarir, Abdullah ibn Kasir, Mujahidning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Ya'ni sen nemishqa uni talab qilmading? Nima uchun o'zing barliq keltirmading? Bu oyatning ma'nosi haqida Suddi, Abdurrahman, Qatada ibn Zayd ibn Aslamlar shundaq dedi. Bu ma'noni Ibn Jarir to'g'ri deb qaradi. Ya'ni ular payg'ambar alayhisalomga sen hatto biz ko'rib uningga ishonishimiz uchun Alloh taoladan mo'jiza talab qilishga terishmamsan deydi. Alloh taolo payg'ambar alayhisalom
Allah Teala Peygamber aleyhisselam mundaq dedi. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ular aytqin ki, ish mening ilkimda emas. Men faqat Rabbim tarafidan menga vahiy qilinganga amal qilaman. Özlükimden mo'jiz yarata olmayman. Ya'ni men Alloh taoladan bir narsa tilamayman. Faqatla Alloh taolo meni buyurgan buyruqqa ergishiman. Menga qilingan vahiyga bo'ysunaman. Agar Alloh taolo menga biror mo'jiz bersa, uni qabul qilaman. Bermasa, menga u haqda ruxsat qilmoqcha o'zim oldin ola so'ramayman. Chunki Alloh taolo hikmat bilan ish qilguvchi zotdir va hamma narsani bilib turg'uchidir. Ondan Alloh taolo ularga Qur'onning barliq mo'jizalar ichida eng katta mo'jiza, pakitlar ichida eng ro'shan pakit va hujjatlar ichida eng rostchil hujjat ekanligiga tavsiya qilib mundaq dedi. Bu Qur'onda sizlarga Rabbinglar tarafidan keltirilgan dalillardir. Qur'on boshqa mo'jizalarga ehtiyoj qoldirmaydi. Iymon etgan qavm uchun hidoyatdir va rahmatdir. Allohning rahmatiga erishishinglar uchun Qur'on o'qilgan chaqda uni diqqat bilan anglanglar va jim turinglar, ya'ni so'z qilmanglar. Qur'onni diqqat bilan tinglashga buyurilganligi to'g'risida. Alloh taolo Qur'onning kishilar uchun dalil pakit, hidoyat va rahmat ekanligini bayon qilib bo'lgandan keyin uni ulug'lash va hurmatlash yuzidan Qur'on o'qilganda shukr turishga buyurdi. Kafirlarning bu Qur'onga quloq solmanglar, uni elishtirib etinglar, sizlar g'alaba qilishinglar mumkin deganidek qilmaslikka buyurdi. İbn Jarir İbn Mas'ud radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qildi. Biz Allohning rahmatiga erishishinglar uchun Qur'on o'qilgan chaqda uni diqqat bilan anglanglar va jim turinglar, ya'ni so'z qilmanglar degan oyat tushganga qadar namozda turib bir-birimizga salom qilishatdi. Rabbingni yelingan va uningdan qo'rqqan holda ichingda yod etgin. Etdiganda oqshomda uni past ovozda zikr qilgin. G'ofillardan bo'lmagan. Rabbingning dargohidagilar, ya'ni farishtalar Allohga ibodat qilishdan bosh tortmaydi. Allohga tasbih aytadi va uningga sajda qiladi. Alloh taologa atigan kashlarda ibodat qilishga va zikr qilishga buyurilganligi to'g'risida. Alloh taolo bandalarini atigan kashlarda o'zlariga ibodat qilishga buyrug'inidek shu vaqtlarda uni o'zini ko'proq zikr qilishga buyurib mundaq dedi. Rabbingni yelingan va uningdan qo'rqqan holda ichingda yod etgin. Alloh taolo bandalarni atigan va kash taraflarda ibodat qilishga buyurib mundaq deydi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, kafirlarning so'zlariga sabr qilgin. Kun chiqishdan ilgari va kun petishdan ilgari Rabbingga tasbih aytgin, hamd aytgin. Kun chiqishdan ilgari va kun petishdan ilgari Alloh taologa tasbih va hamd sano aytib ibodat qilish payg'ambar alayhissalomni Masjidi Haramdan Masjidi Aqsoga elib kelgan Isro kechisida uningga 5 vaqt namoz farz qilinishdan ilgari qilinadigan ibodatlardan edi. Chunki bu oyat Makkada tushgan oyatdir. Rabbingni yelingan va uningdan qo'rqqan holda ichingda yod etgin. Ya'ni sen Rabbingni hirisman bo'lgan, uningdan qo'rqqan holda yo'shurun, past ovozda dilingda yod etgin. Atigan oqshomda uni past ovozda zikr qilgin. Ya'ni bu oyatdan zikrni past ovozda maxfiy qilishning mustahab ekanligi chiqdi. Imom Buxoriy va Muslim Abu Musa Ash'arining mundaq deganligini rivoyat qiladi. Ba'zi safarlarda kishilar unlik ovozda duo qilishga boshlaydi. Payg'ambar alayhisalom: "Ey kishilar, mundaq unlik ovozda duo qilmanglar. Chunki sizlar gaz yoki yiroqdagi bir zotdan tilamayapsizlar. Sizlar tilayotgan u zot hammani anglab turg'uchi va yeninglarda turg'uchi zotdir. U zot sizlarga sizlarning mingan uloqlaringning gedinidinmi yaqinroqdir" dedi.
Yuqorqi oyatdan ko'z tutilgani bandalarning behud yurgichilar, ya'ni g'ofillardan bo'lib qolmasligi uchun bandalarni atigan kashlarda Alloh taoloni ko'p yod etishga rag'batlantirishidir. Shunga Alloh taolo herib qolmay Alloh taolo kech kunduz ibodat qiladigan va tasbih aytadigan farishtalarni maqtab mundaq deydi. Rabbingning dargohidagilar, ya'ni farishtalar Allohga ibodat qilishdan bosh tortmaydi. Allohga tasbih aytadi va uningga sajda qiladi. Alloh taolo farishtalarni Alloh taologa ko'plab ibodat qilish va Alloh taologa osiylik qilmay bo'ysunishi qatorliq ishlarda bandalariga ulgu qilish uchun farishtalarni bu yerda shundoq bayon qildi. Shunga bu yerda Alloh taolo farishtalarning o'ziga sajda qildiganligini bayon qilganligi uchun bu oyatga kelganda bizning sajda qilishimiz to'g'ri qo'yildi, yo'lga qo'yildi. Farishtalar nima qilsa bizning shunday qilishimiz haqida payg'ambar alayhisalom mundaq dedi. Sizlar xuddi farishtalar Robbining dargohida sabt turgandek sabt tuz turmamsizlar. Ular birinchi sabtdan boshlab to'liqlaydi. Sabti bir-biriga nihoyatda yaqin turdi. Yuqoridagi bu oyat barliq ulamolarning birlikka kelishi bilan o'quvchi va tanishuvchiga sajda qilish lozim bo'ladigan Qur'onning ichidagi sajda oyatlarining birinchisidir. Marhamatlik Alloh taolaning mehri shafqati bilan sura A'rofning tafsiri tugadi. Alhamdulillah, Alloh shukrlar bo'lsin. Yuqorida sura A'rofning tafsirini o'qib oldik. İnşallah kelar qitimda sura Anfal'dan başlab o'qiymiz inşallah. Sallallahu ala Muhammad ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.